Отопление sohasini o'rgatish niyatim borligini e'lon qilgan edim. Shuning uchun hozir bu videoni ko'rib turibsizlar. Avvalambor maqsadlarni ochiq oydin qilib qo'yishimiz kerak. Bu kurs tekin bo'ladi deb aytgan edim. Tekin bo'ladi ham. Bu videolarni ko'rishingizdan bu bilimlarni o'rgatishimdan eng katta maqsad to'g'risini aytib qo'yaveraman. O'zim ko'proq bilib olish, o'zim ko'proq o'rganishim. Chunki doimiy o'rganish niyatidamiz, doimiy o'sish niyatidamiz. Ikkinchi maqsadimiz yangi o'rganib kelayotgan, yana o'zini ustida ishlamoqchi bo'lgan odamlarga, ayniqsa ustaligi, santexnikligi o'zini yana ham mukammalroq qilish, sohamizni rivojlantirishda yordam berish maqsadimiz. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Bizani отопление sohamiz o'zi nima? O'zi bizni isitish tizimida nima ishlar qilamiz? Men bu yerda sizlarga vannani qanaqa uстановка, rakvinani qanaqa uстановка qilishni o'rgata olmayman. Men faqatgina isitish tizimi to'g'risida gapiraman. Isitish tizimi o'zi nima? Biz bilamiz, qishda sovuq bo'ladi. Xonalarimiz ko'chada -10 gradus bo'lib turgan paytida ham odamni tanasiga komfortli bo'lgan 20 gradus haroratni biza yetkazib berishimiz kerak. To'g'rimi? Endi teplopoteradan boshlaymiz. Lekin undan avval umumiy isitish tizimi nimaligini tushunib olishimiz kerak. Teplopotera bu suvlikni issiqxonadan sovuq muhitga chiqib ketish. Bizda hamma narsa balansga qarab intiladi. Suvlik. Energiya yo'ldan bor bo'lmaydi, bordan yo'q bo'lmaydi, faqatgina qanaqadir formadan boshqa formaga konvertatsiya qiladi. Xuddi shuni misolida bizning issiqxonamiz 20 gradusli xonamiz ichidagi suvlik bu energiya sifatida oladigan bo'lsa, suvroq bo'lgan iqlimga chiqib ketishga harakat qiladi, balansga erishishga harakat qiladi. Shuning uchun bizda teplopotera, ya'ni suvli yo'qotish bo'ladi. G'ishtdan, devordan, g'ishtdan, gips kartondan, har xil konstruksiyalardan o'zini suvli o'tish koeffitsiyenti, ya'ni darajasi bor. Qanchadir muddatda qancha suvli o'tib ketish. Mana shu narsa teplopotera. Isitish tizimi nima deydigan bo'lsak, biza gazda bo'lsin, ko'mirda bo'lsin, tokda bo'lsin, quyosh kollektorida bo'lsin, hammasida biz energiyani qaysidir turini olib, uni issiqlikka konvertatsiya qilamiz. Shu konvertatsiya qilish jarayonimiz endi eng ko'p tarqalgani, конечно, oddiy gazoviy kotел ko'rinayotgan bo'lsa, buni ichida olov yonib, bu gaz yonganda energiya hosil qiladi, suvli ko'rinishida. Bu energiyani bizi o'sha yashab turgan xonadonlarimizga, binolarimizga yetkazib berishimiz kerak. Bu yoqda mo'tadil odamning tanasiga komfortli haroratni yaratish uchun. Keyingi aspektiga o'tadigan bo'lsa, o'zi ikkiga bo'linadi bu sohamiz. Teplopotera bilan gidravlika. Xo'p, gidravlika nima deydigan bo'lsa, mana bu yaratilayotgan energiyani suv yoki любой suyuqlik teplanasiya, suvli tashuvchi orqali bu yoqda yaralayotgan energiyani mana bu xonamizga yetkazib berishimiz bu gidravlika deyiladi. Biz sizlar bilan полностью teplopoterani, gidravlikani ichidagi har bitta detallarini inshaalloh o'rganamiz. Har bittasini to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu faqatgina kirish qismimiz. Tushunib olishimiz kerak ba'zilarini. Hammamiz bilsak kerak, hech kim to'g'ri emas. 5-sinfda, 3-sinfda katta bo'lganda bilamiz. Suvli har doim suvliga harakat qiladi. Suvli har doim suvliga qarab harakat qiladi. Yozda bo'lsa xuddi shuni teskarisi, hamma narsa balans bo'lishga harakat qiladi. Shuning uchun bizning vazifamiz bu yerda
insonga komfortniy bo'lgan, qulay bo'lgan sharoitda yaratib berish. Xo'p, kirish qismimiz tugadi deb o'ylayman. Siz bemalol o'zingiz hisob-kitob qila olishingiz uchun nimalarni o'rganishingiz kerak. Ya'ni to'g'ri isitish tizimini o'rnatish, loyihalashtirishingiz uchun nimalardan xabardor bo'lishingiz kerak. Isitish tizimimiz nimalarga bo'linadi? Birinchisi, kirish qismimizda aytganimizdek, issiqlik teplopoteri hammamiz o'rganganmizdek. Ikkinchisi, shu teplopoteriyaga teplopoteriyamizdan kelib chiqib, shu boya aytganimdek energiyani to'ldirib berishimiz kerak. Bizni uskuna tanlashimiz. Bu radiator ko'rinishida, konvektor, teplый pol, chiller, pancoil ko'rinishida bo'lishi mumkin. Har xil ko'rinishlar. Uchinchisi, biz kachalxonada yaratayotgan o'sha energiyamizni, ishlab chiqarayotgan issiqligimizni mana biz tanlayotgan uskunalarimizga yetkazib berishimiz kerak. Buni уже u qismi bizada gidravlika deyiladi. Agar siz uyingizda gollandskiy pechka bo'lsa, ko'rgan bo'lsangiz kerak, ani dovonlar orasiga pechkalarimiz bor, avvaldan ishlatib kelingan. Men o'zim uyimda ham shunaqa turadi. Unaqa joyda уже gidravlika kerak emas. Nimaga? Biz suvlikni yaratamiz, yaratayotgan joyimizni o'ziga sразу yetkazib bera olamiz. Unaqa joyda hech qanaqa gidravlika kerak emas. Lekin hozirgi zamonaviy tizimlarda eng effektivniy yo'li, eng optimal, yaxshi yo'li bu baribir suv asosida ishlangan sistemalar. Ya'ni bitta joyda energiyani yaratib turib, u energiyani har o'sha bizga kerak bo'lgan joylarga taqsimlash. Buni biz gidravlika orqali qilamiz. Va to'rtinchisi o'sha boshida aytgan energiyamizni qanaqa qilib yaratamiz? Ya'ni kotelniyalar to'g'risida. Kotelniyalar to'g'risida. Chunki biz aytib o'tganimizdek, bizga quvvat kerak. Bu quvvatni biz ishlab chiqarishimiz kerak. Bu ko'mir asosida bo'lishi mumkin. Benzinni yoqasizlarmi, o'tin yoqiladimi, gazmi, propanmi, metanmi, quyosh energiyasini saqlab turib keyin uni binoning ichiga berib yuboriladi. Uni farqi yo'q. Eng asosiysi biz o'sha energiyani yaratishimiz kerak. Bazamiz shu, o'rganadigan narsamiz shu. 4 ta dona o'zi list, lekin buni ichida juda katta bo'lgan, har bitta detallariga e'tibor berish kerak bo'lgan bilimlar bor. Nyuanslari bor hammasini. Har bittasi o'zi bitta katta kitobni nomlanishida desa ham bo'ladi. Uni o'qib, mag'zini tushunib, hayotimizda ishlatishimiz kerak. Soat 1:30 bo'ldi, adashmasam. Soat 1:30 yoki 2 bo'ldi. Bugun birinchi darsni o'tib beraman deb niyat qilib qo'ydim. O'zi offlayn qilmoqchi edik. Hozir offlaynga sal imkon bo'lmay turibdi. Inshaalloh uni ham to'g'rilaymiz. Sal odam ko'p. O'shanga hozir bu videodan keyin bu videoga ko'rasiz. Vaqtinglarni ketkazishiga arziydimi, arzimaydimi? Ertaga mani vaqtimni ketkazishinglarga arziydimi, arzimaydimi? Mana shu videodan keyin ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'lsanglar, biza bir
20 ta odamni inshaalloh tanlab olib, shular bilan offlayn darsimizni o'tamiz. Hozir bu yoqni ko'rsata olmayman, bitta o'zimman, chunki bir 30 kishilik joyda o'tiribman, bitta katta parkda. Bu yerda offlayn qilamiz, plus kamerani ham yoqib qo'yib, onlayn qilib YouTube kanalimizga joylaymiz. Agar siz proyektировщик bo'lsangiz yoki usta bo'lsangiz, zo'r bilimli usta bo'lsangiz, kommentda yoki anaqalarda heyt qilish shart emas, okey. Chunki men bu yoqda prям nolda turganligi o'rgatish maqsadida turibman. Nolda turganlar va agar davay o'saman desanglar, mana shu narsalarga diqqat e'tibor bilan qarashinglarni iltimos qolaman. Dars degim kelmayapti, chunki ustozlik maqomida ko'rmayman. Maslahat desam qulayroq bo'ladi menga. Xo'p, birinchi anaqa mavzuyimiz. Eng kirish qismi. Теплопотеря. Aytganimdek soat уже 2 bo'lib ketdi. Bunaqa qilmaysizlar, hech qanaqa montajsiz shundoq qo'yib yuboraman bu videoni. Chunki xuddi yonimda turgandek his qilishinglarni oldim. O'zim ham sizlarni xuddi yoningizda turgandek, offlayn qo'yayotgandek tuyulyapti menga. Shu ozgina hech qanaqa tayyorgarchiksiz va tak tushuntirib o'tib ketaman. Teplopotera nima? Teplopotera shu kirish qismimizda aytganimizdek, konstruksiyamiz orqali biz yaratgan, shu kotelnik xonamizda yaratgan issiqlik tashqaridagi sovuqroq muhitga chiqib ketishi, bu teplopotera deyiladi. Ya'ni bu yoqda -15 gradus, bu yoqda 20 gradus. Aytganimizdek, hammasi balans bo'lishga harakat qiladi. Shuning uchun bu -20 tashqariga chiqib ketishga harakat qiladi. Endi buni tashqariga chiqish vaqti qarshiligi bor. Har bitta binoyimizning o'zining konstruksiyasi bor. G'ishtdan, shlakablokdan, penoblokdan, ya'ni izolyatsiyalar qilinyapti. Shularning hammasini o'zini issiqlikni chiqarishga bo'lgan qarshiligi bor. O'sha qarshilikni hisob-kitobini qilish orqali biz 1 soat ichida qancha energiyamizni tashqariga chiqazayotganimizni topa olamiz. Va o'shani topganimizdan keyin biz o'shani o'rnini to'ldirib qo'ya olamiz. Bizga xohlayotgan komfortli temperaturada bizning klientlarimiz o'zimiz yashaymiz. Shunaqa qilib teplopoteriyani o'zini formulasi bor. Buni hisob-kitobini mana bu devorlarni g'ishtdan bo'lsa, g'isht o'zini показательlari bor. Ya'ni ko'rsatkichlari. Plus показательlar. Penoblokniki boshqacha, shlakablokniki boshqacha. Gips karton bo'ladimi, qanaqa konstruksiya bo'lishidan qat'iy nazar hammasini o'zini qarshiligi bor. Shu qarshilikni hisob-kitob qilish uchun hozir formulani ko'rsataman. Faqatgina u qarshilik emas, umumiy formula bu. Bunaqa formulalardan juda ko'p, har xil turlari bor, lekin bizda shuncha yildan beri, ustozlarimizda ancha yildan beri ishlab kelayotgan bitta katta formulani hozir tushuntirib beraman. Nima to'g'risida gapiryaptik? Quvvat to'g'risida gapiryaptik. Demak, bizni xonamizni mo'tadil haroratga keltirishimiz uchun bizga nima kerak? Quvvat kerak. Quvvat ravno. Endi teplopoteriyani hozir aytganimizdek, sovuq tomonga qarab harakatlanadigan konstruksiyamiz, ya'ni to'siqlarimiz orqali chiqib ketadi. Birinchi o'rinda uni yuzasini topib olishimiz kerak. Birato'la formulani chizib bera qoling, keyin o'qishga tushuntirib beraman.
Bu yuzamiz, temperatura ichki, I qilib qo'yaman. Ayrilgan temperatura tashqi, ko'paytirilgan 1 plus beta koeffitsient ko'paytirilgan n qo'shimcha koeffitsient. Misol tushunarsiz bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu oddiy holat. Bo'lingan r. Summani shunaqa yozdim. Chiroyli yozolmayman. Bo'lingan r. Endi bitta tushuntirib o'tib ketaman. Nimaligini. Bu tashqi konstruksiyamiz. Ya'ni devorlarimiz, pollarimiz, patoloklarimiz yuzasi. Bu kvadrat metrda hisoblanadi. Masalan, sizni ko'chaga qarab turgan devoringiz 3 metrga 4 metr bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda ana o'rniga 12 kvadrat metr yuzamiz bor. 4/12. Bu yuzamizni ko'paytiramiz temperatura ichki. Qanaqa ichki haroratni olamiz? Ispaniya bo'lsa 20 gradus. 20 gradus, 22 gradus. Hammom bo'lsa 24 gradus. Agar qanaqadir sexlar bo'lsa 16-18. Chunki u yoqda odam ishlaydi. O'sha o'zida xohlagan temperaturadan tashqi muhitni temperaturasini minus qilamiz. O'zbekistonda eng sovuq 5 kunlik именно Toshkent anaqasida sharoitida -16 gradus olingan. O'zi -14, lekin -16 deb men olaman har doim. Chunki bir marta bo'ldi shunaqa sovuq, anamal sovuqda -20 ga ham chiqqan vaqti bo'ldi. -16 ga olish yaxshi variant deb topdik. Ichki haroratdan tashqi haroratni ayirib tashlab, 1 plus beta koeffitsient ko'paytirilgan n bo'lingan r. Bularni har bittasini отдельный dars orqali tushuntirib berishimiz kerak. Chunki mana bu yuzani qanaqa o'lchashni o'zini qonun qoidalari bor. Mana bu ichki harorat, tashqi harorat. Qaysi harorat ichkarida komfortniy bo'ladi? Uni o'zini optimalniy и допустимый, ya'ni ruxsat berilgan haroratlar. Tashqi harorat. Qoraqalpog'istonda tursangiz boshqa narsa, Xorazmda tursangiz boshqa, Rossiyada tursangiz boshqa, Toshkentda tursangiz boshqa. Chunki hamma yoqni o'zining klimati bor, o'sha klimatga moslab biz hisob-kitob qilamiz. Bu degani bu narsa O'zbekistonda ham ishlaydi, Amerikada ham ishlaydi, Antarktidada ham ishlaydi. 1 plus beta koeffitsient. Bu koeffitsiyentga hozir yana bitta отдельно bir yarim soat, 1 soatlik video qilish kerak bo'ladi. Buni просто ko'rib turinglar. R. Summa R. R degani ingliz tilida resistance qisqarishi. Resistance. Bu qarshilik degani. Boya aytib o'tganimdek, konstruksiyalarni o'zini so'lini o'tkazib yuborishga qarshiligi bor. Necha xil konstruksiyamiz bor, o'shalarning hammasini qarshiligini bitta qilishimiz summa R bo'ladi. Mana shu formulalarni mag'zini chaqib oxirigacha o'rganib olsangiz, bo'ladi. Teplopoteradan chetga bilasiz. Bu teplopotera darsligimizni kirish qismi bo'ldi. Bu narsani ichiga kirib olmoqchi bo'lsangiz, dal kuzatishda davom etasiz. Xudo xolisa, bu soat ham kech bo'lib qoldi. Keyingi safardan yana bir haftalardan keyin inshaalloh buni doskонально har bittasini tushuntirib beraman. Keyin bu yoq o'zingizga qoladi. Barchangizga salomat bo'linglar. Mana shu formulamiz.